Pastgacha Hotamjon aka. Короче, bizni sinfda bir Abbos degan bola bo'lardi. Shu bola uylanadigan bo'pti-yu, ota-onasi uchrashuvga chiqasan debdi. Keyin bitta do'stini oldiga kelib bir Mirzoyev degan do'sti bor degan. Do'stini oldiga kelibdi, do'stim debdi, shu debdi, men debdi. Uchrashuvga chiqishim kerak, lekin debdi, unchalik gapga usta bo'lamasman debdi. Nimalar deyiladi debdi, Mirzoyev degan erta uylangan ekanda. Keyin nimalar deysan debdi. Shu romantik gaplardan gapirasan debdi Ali Mirzoyev. Oshnasi. Keyin nima deyishim kerak debdi. Masalan debdi, ismingiz nima deysan debdi. Ismingiz nima deysan desa, misol uchun debdi, Kumush desa debdi, men Otabekman deysan debdi. Ha, bo'pti debdi. Uchrashuvga borib opilayman debdi. Uchrashuvga boribdi. O'tirib keyin Abbosbek gap boshlabdi. Keyin ismingiz nima debdi? Degan ekan Abbosbek. Haligi qiz Ibodat debdi. Degan ekan. Haligi qiz o'zingiz ismingiz nima degan ekan. Abbosbek o'ylanib turib, meniki Tahorat degan ekan.